onalar nimaga qizlaringizga sep yig'asizlar? Yo'q, o'zi umuman nimaga bir qiz tug'ildimi, unga nimadir yig'a boshlaymiz, lekin aniq bu bilim emas, orzu emas, haq emas, sep. Yaldir-yuldir kiyimlar, gilamlar, qimmatbaho idish tovoqlar, bagima nimadirlar. Qiz ulg'aygan sari bu narsalar ortadiki, lekin kamaymaydi. Bir qiz hali hayotni tushunmay turib, unga ko'z bilan tayyorlan degan narsa o'qitiladi. Lekin u nima uchun tayyorlanmoqda? Sep baxt kafolati emas. O'sha qimmatbaho idishlar bilim olishdan, do'st orttirishdan, networkingdan, sayohatdan ustun turadi. Lekin biz so'ramaymiz: "Ey qiz, sen nimani xohlaysan? O'zi senga nima kerak? Nimalarni yig'ishni xohlaysan? Nimalarni orzu qilyapsan? O'zi erga tegishga tayyormisan?" O'sha yaldir-yuldir idish tovoqlar, latta-puttalar ichida qizlarning orzulari sinib, chil-chil bo'lib ketadi. Qizingizga qanaqa sep yig'dingiz degan savol qizingizni narxi qancha deganga teng. Qizlarga sep yig'ishdan oldin haq yig'ish kerak, bilim yig'ish kerak, o'ziga ishonch, tanlov, erkinlik yig'ish kerak. Chunki sep yig'ib bus-butun qildingiz degani bu bir ayol erga tegishga tayyor, hamma narsani eplaydi degani emas. Bu hayotga idish tovoq bilan emas, orzu bilan kirish kerak.